Qishloqlarda ko'rganmisizlar, kasalxonaga ketyapman deb bitta Damas'da ketishadi-yu. Ko'rgan odam ko'chib ketyapti deb o'ylaydi boyaga. Chunki hech narsa yo'q deb yo'qda. Hamshira, "Xo'p, keldingizmi?" Keldim. Idish tovoqlaringizni olib keldingizmi? Ha, olib keldim, opa. Qoshiq, vilka olib kelganman. Pichoq ham olib kelganman. Xonamiz sal sovuqroq, abagaratul olib keldim-da. Karavotimiz oyoq sinib qoldi, divan olib keldim o'zim bilan. Xo'p, dorilar yo'q, dorilarni olib kelganman, shprislarimni olib kelganman. Analizlar topshirib keldim. UZD, EKG, MRT, OTT, VTT, ABBGT. Hamma narsa olib kelganman. Termometr olib keldim. Tonometr uni ham olib kelganman. Mametga bog'laydigan jugut, mana jugut. Bo'ldi, hamma narsa bor ekan. 17-palataga kirib yotaverasiz. Yoningizdagi kim desa, endi mabodo sizlarda yo'q bo'lsa deb bitta doktor ham olib keldim mana.